Good morning, citizens of the world. It is currently 6 o'clock in the morning. ChatGPT over the newest AI house production technology. DeepSeek version 50.5. What's on your mind? Sun'iy intellekt bo'yicha qonunchiligimizga yangi normalar kiritildi. Hozir shu haqida. Biz 2000-yillarda tug'ilib o'sgan avlodmiz. Haqiqiy bolalik gashtini surgan oxirgi avlod. Tugmali telefonlardan sensorli telefonlarga o'tish davrini ko'rgan oxirgi avlod. Pentium kompyuterlardagi ilk 3D grafikali o'yinlarga to'yib o'ynamasdan ulg'ayib qolgan avlod. Balki shungadir, bizning avlod ulg'ayib, katta kishi bo'lib qolganda ham ish, ro'zg'or tashvishlarini tezroq hal qilib, shunchaki xotirjam, o'zini personal kompyuterida o'sha yoshlikda oxirgacha yetkaza olmagan qadrdon o'yinlar o'ynashni xohlashlari. Biz internet rivojlanishini ko'zimiz bilan ko'rib ulg'aygan birinchi va oxirgi avlod. Hozirgi avlod go'dakligidan boshlab smartfonlarda tushunarsiz va ma'nosiz YouTube roliklar ko'rishni boshlash. Biz esa har yakshanba tongini intizorlik bilan kutib, qadrdonimiz Winnie Pooh, doimo muammo chiqaradigan smurflar, poygada doim g'alabaga intiladigan McQueen efirga uzatilishini kutar. Quvlashmachoq degan o'yinlarimiz bo'lar. Qaysidir bola rostdan ham zo'r berkinardi va uni oxirigacha hech kim topa olmasdi. Hozir u bolalar qayerda? Hozir nimadir boshqacha. Bizdan keyingi avlodlarda bu narsa yo'qdek. Biz esa o'sha bolalikni qumsab, kattalardek yashashga o'rganayotgan avlodmiz. Men bolaligimda bir shunaqa orzum bo'lgan, maqsad qilganmanki, biznes qilsam, shunaqa ish qilayki, hattoki uxlab yotganimda ham meni bank hisob raqamlarim aylanib tursin degan bir qanaqadir bir niyatim bo'lgan. Niyatim xolis ekan, mana shu kunga kelib, hozir qilayotgan ish faoliyatim aynan mana shunaqa niyatimga bog'liq bo'lgan holda bir biznes qurdim. Assalomu alaykum hammaga. Men bugungi videoda sizga 4 yillik bosib o'tgan onlayn biznesdagi hikoyam va siz uchun videoni oxirigacha ko'rsangiz juda ham qimmatli taklif va darslarimni siz uchun olib qo'yganman. Videoni oxirida men sizga mana shu to'liq 4 yillik tajribamga asoslangan birinchi $5000 topish uchun tayyor yo'l xaritasini men sizga chizib beraman. Faqatgina siz uni to'g'ri ishlatib, to'g'ri maqsadda foydalansangiz bo'ldi. Meni tanimagan insonlar uchun o'zimni tanishtiraman. Ismim Nusratilla, Buxorolikman. 20 yoshimgacha juda ham ko'p bizneslarga qiziqib ko'rdim. Onlayn biznesga nimaiki bo'lsa AI, sun'iy intellekt, dasturlash, grafik dizayning, freelancing, uzun market, Amazon, Shopify, xayolingizga qanaqa biznes keladi? Hammasini qilib ko'rdim. Tabiiyki, menda qilib ko'rgan bizneslarim 90% o'xshamadi. Pulimga kuyib qolganman, misol uchun nimadir ish qilganman, o'xshamagan va hokazo. Lekin mana shu 2026-yilga kelib, men o'zimni shaxsan tajribamdan o'tgan, o'zim shogirdlarimga o'rgatgan va hozirgi kunga trend bo'lib kelayotgan bizneslarni men sizga shu narsalarni o'rgatmoqchiman. O'sha uchun qo'lingizga daftar va ruchka olishingizni men sizga tavsiya bergan bo'lardim. Tayyor bo'lsangiz, demak, boshladik. Oxirgi 4 yillik izlanishlarimdan keyin men shu narsani tushundim. Oylik ishda ishlab inson boy bo'la olmas ekan. Men oylik ishda ishlaganman, maktabni bitirganimdan keyin o'quv markazida ishlaganman, universitetlarda ishlaganman, asosan ta'lim sohalarida ishlaganman. Men 2 million so'm oylik olardim. Bir oyda meni xarajatlarimga zo'rg'a yetardi. O'sha paytda men shu narsani tushunganman. Men shunaqa biznesni qurishim kerakki, shunaqa ish qilishim kerakki, tezroq bu chuqurdan chiqishim kerak. O'zim hayotimni, kelajagimni u yoqlardan men ko'rmaganim uchun onlayn biznes qilishga bo'lgan ambitsiya, motivatsiya emas, ambitsiya meni shu narsagacha olib kelgan. Va hozirgi kunga kelib, umumiy miqdorda Shopify dropshipping orqali, ya'ni biz Amerikada o'zimiz savdo qilamiz. $60,000 savdo qilganmiz. Va hozirgi kunga kelib bemalol ayta olaman, 4 yillik tajribamni men sizga mana shu qisqa videoda bo'lishib, tushuntirib berishga harakat qilaman. Sizdan talab qilinadigan narsa faqatgina bilim olishga bo'lgan chanqoqlik va ozgina diqqat. Men shaxsan o'zim aynan Shopify orqali oxirgi 2 yil ichida $60,000 noldan $60,000 ga chiqqan ekspert sifatida ishonch bilan aytishim mumkin. Siz to'g'ri bilimni to'g'ri joyda qo'llasangiz, siz uchun
qiyin emas. Sizga katta jamoa, katta sarmoya, bunaqa katta mas'uliyat ham kerak emas aslida. Shunchaki to'g'ri joyda, to'g'ri strategiya bo'ldi. Men 2021-yildan oldinroq kirib kelishim mumkin edi bu sohalarga, sun'iy intellekt, bizneslar va hokazo. Lekin bilmadim, menga kech paydo bo'lganmi bunaqa tushuncha, bunaqa ambitsiya. Ba'zida o'zim qo'yman, nima uchun men shu narsani oldinroq bilmaganman? Balki shu narsani oldinroq bilganimda boshqacha bo'larmidi degan qanaqadir o'zimda ichimda shunaqa o'zimni qiynaydigan savol bor. Siz ham o'ylashingiz mumkin, hozir 2026-yilda уже bozor to'layapti, hamma sun'iy intellektni o'rganyapti, hamma nimadir sotyapti, уже raqobat kuchayib ketdi, men orqada qolib ketyapman degan tushuncha paydo bo'lsa sizda, men sizga bitta yaxshi xabarni aytmoqchiman. Hali O'zbekiston bozori dunyo global miqyosdagi AI ga bo'lgan talabga moslab qarasak, taqqoslab qarasak, O'zbekiston bozori uni 10% ni ham tashkil qilmaydi. 5% ni ham tashkil qilmasa kerak, bilmadim. O'zbekiston bozori hali endi moslashyapti bunaqa zamonaviy sohalarga. Biz hali tayyor emasdik, chunki bunaqa rivojlanishga biz hali beri tayyor emasdik. Lekin siz 2026-yilda mana shu sun'iy intellekt texnologiyalarini to'g'ri ishlatishni bilsangiz, siz bozordagi eng kerakli insonlardan biriga aylanib, o'zingizni pozitsiyangizni, o'zingizni o'rningizni egallashingiz mumkin va bu narsada men sizga yordam berishdan va shu narsaga men sababchi bo'lishdan albatta xursand bo'laman. Sizda savol bo'lishi mumkin. Xo'p, nima uchun men seni eshitishim kerak? Nusrat, nima uchun men seni tinglashim kerak desangiz, men sizga natijalarim bilan aytishim mumkinki, o'zimni ortiqcha ta'riflash yomon ko'raman. Telegram kanalimizda biz har bir qilayotgan natijamizni qo'yib ketamiz. Shopify'da qanaqa savdo qilyapmiz, sun'iy intellekt orqali qanaqa zakazlar olyapmiz, qanaqa dasturlar qilyapmiz. Hammasini biz Telegram kanali, yopiq kanalda joylab qo'yganmiz. Kirib ko'rsangizlar bemalol hamma savolingizga javob olishingiz mumkin. Lekin undan oldin agar men buni bafurja gapirsam, video bizga qisqalik qilishi mumkin. Vaqtimiz chegaralangan, shuning uchun bu joyda diqqat qilishingiz kerak bo'lgan narsa. Siz o'zingizga to'g'ri ustoz topishingiz kerak. To'g'ri odamdan to'g'ri bilimni o'rganishingiz kerak va men 4 yil vaqtim ketgan bo'lsa, har xil YouTube videolarni ko'rganman, har xil kurslar sotib bo'lganman, lekin men nima deydi, O'zbekistondan qanaqadir ekspertdan o'rganmaganman, asosan chet eldan o'rganganman. U paytda men ustozim bo'lmaganligi uchun, menga shu narsani o'rgatadigan inson bo'lmaganligi uchun men juda ham ko'p xato qilganman. Juda ham ko'p pulim sarflab yuborganman. Bu sohani kamchiliklarini tushunib, o'zimni nima deydi, yo'limni topib olgungacha ancha qiynalganman. Shuning uchun lekin sizda shunaqa imkoniyat bor. Sizda to'g'ri ustoz, to'g'ri programma, to'g'ri xarita men siz qo'lingizga beryapman. Foydalaning, amalda qo'llab ko'ring. O'xshasa omadingiz, o'xshamasa davom etasiz. Bir martada hech kimda o'xshaydi degan garantiyani sizga hech kim bermaydi. Shunchaki harakat qilish kerak. Qoqilasiz, yiqilasiz, turasiz. Hayot shunaqa. Faqatgina siz to'xtamasligingiz kerak. Men bu yoqda motivatsiya bermoqchi emasman sizga, lekin hayotda nima deydi, og'riqlariga chidashingiz kerak bo'ladi. Bu soha yangi kirib keldi O'zbekistonda, aynan AI va boshqa deylik, e-commerce, Shopify va hokazo kabi sohalarni qator ro'yxatni davom ettirsa ketaveradi. Bu sohalar O'zbekistonga hali yangilik bo'lganligi uchun sizda savol yoki qanaqadir shubha paydo bo'lishi mumkin. Lekin mana shu savollaringizga mana shu videoda batafsil javob berishga harakat qilaman. Keling bitta qiziq statistikani men siz bilan bo'lishmoqchiman. Bilasizmi, 2023 va 2026-yilgacha 3 yil vaqt mobaynida butun dunyodan AI o'zini nima deydi, kompaniyasini yaratgan, AI ni o'rgangan yosh millionerlar ko'payib ketdi orada. Instagramda ko'rgan o'sha yosh scrollayotgan millionerlarning asosiysi 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yosh millionerlar hisoblanadi. Aynan shu AI kirib kelgandan keyin bozorda shunaqa yosh millionerlar chiqishni boshladi va umumiy adashmasam 1000 dan ortiq millioner va multimillionerlar paydo bo'ldi aynan mana shu 3 yilning orasida. Endi statistikani o'rgansangiz shunaqa ma'lumotlar bor. Hattoki Forbes jurnalida ham bu haqda tasdiqlangan ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bu bilan men sizga siz ham $1 million ishlaysiz deb va'da bermoqchi emasman, lekin o'ylab ko'ring.
18-19 yoshli bolalar balki siz bilan tengdosh, balki sizdan kichik bo'lishi mumkin. Shular qilgan ishni nahotki siz qila olmasligingiz mumkin. Men sizni o'rningizda bo'lganimda birinchi navbatda bepul YouTube'dagi bepul darslarni o'rganardim. Keyin bu soha haqida batafsil ma'lumot olib bo'lganimdan keyin bitta yaxshi ustoz topardimda, o'sha ustozga shogirdlikka tushardim. Deylik, uni shunchaki oddiy darsligini emas, uni vaqtini sotib olardim. Uni men bilan ishlashiga ko'ndirardim. Deylik, qanaqa sohani o'rganmoqchiman, o'sha sohaga unga shogirdlikka tushardim. Onlayn bo'ladimi, offlayn bo'ladimi, bu narsa muhim emas, lekin u inson beradigan har bir bilimni men chuqur o'rganishga harakat qilardim. Va sizda ham hozir shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Keling bitta narsa qilamiz. Agar siz YouTube'dagi videolarni ko'rib charchagan bo'lsangiz, hech qanaqa natija olmagan bo'lsangiz, keling men sizga bitta taklif bermoqchiman. Xudo xolasa 15-fevraldan men o'zimni shogirdlik dasturimni boshlayman. Bu shunchaki kurs bo'lmaydi. U yoqda siz juda ham katta imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Qanaqa imkoniyatlarga ega bo'lishingizni men sizga hozir tushuntirib beraman. Biz bu o'quv dasturini juda ham uzoq kutgandik va nihoyat men shu narsani ommaga olib chiqganman. Biza kutgan kunlar nihoyat keldi. Bu dasturni biza 2026-yildagi biznes muvaffaqiyat deb nomlashga qaror qildik. Ya'ni siz 2026-yilning o'zida mana shu dasturdan natija qilishingiz uchun nima deydi? Tayyorlangan bitta o'quv programmasi hisoblanadi. Tushunishingiz uchun aytaman, bu shunchaki oddiy kurs emas. Bu yoqda natija uchun ishlanadi. 2026-yilda 4 xil zamonaviy sohalar orqali o'zingizni biznesingizni qurishingiz va noldan birinchi $5000 topishingiz uchun men sizga yaqindan ekspert sifatida yordam bermoqchiman. Men sizga shunchaki qo'lingizga xaritani beraman, yoningizda turaman, qo'llab-quvvatlaymiz. Sizdan talab qilinayotgan yagona narsa faqatgina diqqat va ozgina sarmoya bo'ldi. Bu o'quv dasturini biz mentorlik dasturi deymiz. Ya'ni boshqa kurslardan farqi shundaki, bu yoqda siz shaxsiy biznesingizni qurishga qaratilgan va natijani kafolatlaydigan bitta o'quv dasturi hisoblanadi. Bu dastur kim uchun? Agar siz talaba bo'lsangiz, xodim bo'lishingiz mumkin, o'zingiz ishlayotgan ishdan olayotgan oyligingizdan qoniqmayotgan bo'lishingiz mumkin, istalgan uy bekasi bo'lishingiz mumkin, istalgan inson uchun va o'zining hayotini nima deydi, yangi bosqichga olib chiqib, onlayn biznesni qurib, yangi sohani o'rganmoqchi bo'lgan istalgan inson uchun o'quv dasturi to'g'ri keladi. Bizning maqsadimiz O'zbekistonda noldan boshlab yosh biznesmenlarni, onlayn biznesmenlarni yetishtirish. Va bu dasturda siz mana shu quyidagi narsalarni o'rganasiz. Sun'iy intellekt, Shopify, Amerikada savdo qilishni, affiliate marketing, Amazonda savdo qilish va eng asosiysi, men Instagramda o'sha gapirib chiqadigan, hamma kutgan Zitex platformasiga qanaqa qilib kirib bloger sifatida kontentingizdan daromad qilishni men sizga o'rgataman. Va eng asosiysi mana shu 4-inchisi bo'lsa kerak deb o'zim haqiqatan ham shu narsani qilib chiqishdan oldin o'ylab ko'rdim. Zitex platformasi o'zi nima degan savolga men javob berib ketmoqchiman. Zitex platformasi bu sizni bloger sifatida kirib Reels kontentingizni monetizatsiya qilib, har bir Reels, har bir videoyingizdan pul topishga yordam beradigan bitta platforma hisoblanadi. U yoqda siz brendlar joylagan budjetli loyihalarga qatnashib, ular haqida video qilasiz va Instagram akkauntingiz avtomatik ravishda agar talablarga mos kelsa, siz bitta videoyingiz uchun $500, $1000, $2000 gacha olishingiz mumkin va bu narsa ertaga emas. Va eng asosiysi mana shu Zitex platformasiga kirib daromad qilishingiz uchun men sizga bitta shans yaratib beraman, shu imkoniyatlar eshigini ochib beraman. Va 4 ta mana shu soha orqali o'zingizni birinchi $5000 topishingiz uchun men sizga qanaqa yordam kerak bo'lsa, qanaqa qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa, hammasini yaqindan o'zim bilgan tajribalarimni ulashishga harakat qilaman. Xulos kalom qilib aytganda do'stim, 2026-yilni ham o'tgan yilnikidek bekorga o'tkazib yuborish xohlamasangiz, mana sizga imkoniyat, mana sizga yechim. O'quv dasturimizga kiring, saytda batafsil ma'lumot bor va tarif narxlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Atigi 72 soat davomida bu narx amal qiladi. Kirib bizani jamoaga qo'shilib, hayotingizni
yangitdan boshlashingizga albatta tilakdoshman. Hammaga rahmat. Ishonch bilan aytishim mumkin. Bu o'quv dasturiga qo'shilganingiz hayotingizdagi eng to'g'ri qarorlardan bittasi bo'ladi. Salomat bo'ling. Xudo xolasa o'quv dasturida ko'rishamiz.